Sergili yangi Darxon. Men bunaqa chiroyli 16 etajkali novostroykalardan sizlarga yana budjetli narxda juda ham chiroyli bo'lgan bitta kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, agarda shunaqa shaharchada yashashni xohlasanglar, men bu kvartiramizni xarid qilib olishinglar mumkin. 16 etajkali novostroykalar, pastida bolalar maydonchasi, parkovka, hamma narsa joylashgan. Podyezdlari ham juda ham zo'r. Kvartiramizning xosligi shu yerdan 2 xonali 55 metr kvadratli kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Narx-navosi ma'qul kelsa, shundoq ovorsanglar bo'ladi. Kvartiramizning ko'rinishi, kiraverishda bizani mana bunaqa chiroyli kvadrat koridor kutib oladi. Hamma xonalari razdelni, sanuzeli ham razdelni joylashgan. Bismillah, birma-bir xonalarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda mana bunaqa chiroyli zalimiz joylashgan. Kvartiramizning remonti oddiy remont, go'z remont xarid qilib olib, xohlasanglar abo qilsanglar yoki shu ko'rinishda yashab ketsanglar bo'ladi. Kvartiramizda parda, konditsioner narsalarimiz bor. Juda ham chiroyli holatda. Xo'p, ushbu kvartiradan faqat mana bu televizorimizni olib chiqib ketiladi. Uy egalari shunaqa deyapti. Televizorni olib chiqib ketaman deyapti. Qolgan narsalari qolar ekan. Bu yerdan pardada narsalar joylashgan. Endi sizlarga spalnini ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda spalnimiz joylashgan. Xo'p, kvartiradan pastel narsalar olib chiqib ketilsa, pustoy holatda qoladi. To'shalgan pardalari bor. Yaxshi kvadraturali, yaxshi 2 xonali kvartira. Ushbu kvartiramizda 16 etajkali domni 15-etajda joylashgan. 2 ta lift bor. Kvartiramizga chiqib tushdan muammo yo'q. Svet o'chgan payti ham bu nima lift passiyani ishlab turadi. Xo'p, bu yerda sanuzel joylashgan. Sanuzel qismimiz ham juda ham katta. Normalniy kvadraturaga ega. Bu yog'imizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni ham bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p. Bu yerda xolodilnik ko'ryapsizlar, kattagina xolodilnik qo'yib qo'yilgan. Kuxonniy mebellar tayyor, kir mashina bor, gaz plita bor. Kvartiramizni isitish duh konturli kotyol asosida. Bu yerda duh konturli kotyolimiz joylashgan. Hurmatli obunachilar, shinam tayyor xonadon xarid qilib olasizlar. O'zingizlarni kiyim-kechaklar bilan bemalol ko'chib o'tib yashasanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizlarga kerakli mebel va texnika qilib olsanglar ham bo'laveradi. Hurmatli obunachilar. Xo'p, ushbu 16 etajkali novostroykamizni 15-qavatidagi 55 metr kvadratli kvartiramizga juda ham yaxshi narx qo'yilgan. Ushbu kvartiramizning narxi $51,000. Agarda ushbu kvartira sizlarga ma'qul kelsa, bemalol video ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Narx-navosini kelishsa, bir kun ichida notarius qilib beramiz. Kvartiramizning dokumenti tayyor. Ipotekadan qarzi yo'q, unaqa muammolari yo'q. Hamma narsasi joyida. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Agarda ushbu kvartira sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Like'larni bosib, shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishinglarga videoni tashlab qo'yinglar.